Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun yana bir oshxona mebelimizni Xiva ostidan olib ketib berdik. Tak, reaksiyadan boshlaymiz. Bu yerda duxovka bilan mikronovkalar turadi. Mebelning ismini nomlantirdilar. Bu yerda ko'p funksiyali mo'kalardan qo'yib berganmiz. Настольный газ и дымоход qo'yib berganmiz. Keyin bu yerda kotellarni ochib ketib berganmiz. Ekranı pol ketib berganmiz, polni. Şuraya bir çıktık da xolasa. Ko'ringlar, bahoringlar.